Salom do'stlar, bugun men sizlarga kuch va hikmat ramzi bo'lgan pahlavon ayiqlar haqida aytib beraman. Qani ketdik. Ayiqlar yer yuzidagi eng katta kuchli yirtqich hayvonlarning biridir. Ba'zi qadimiy kitoblarda ayiqlar hatto hayvonlar shohi deb bejiz aytilmagan. Ayiqlar juda ko'p mamlakatlarda kuch va hikmat ramzi hisoblanadi. Ayiqlarning har xil turlari bor. Dunyoda eng ko'p tarqalgan ayiqlar bular oq ayiq, qo'ng'ir ayiq, kulrang ayiq, qora ayiq va pandalardir. Bulardan boshqa dunyoda ayiqlarning yana ko'p xillari mavjud. Bugungi videoyimiz shimol hukmdori bo'lgan oq ayiqlar haqida. Oq ayiqlar yer yuzining shimoliy chekka qismida tarqalgan. Oq ayiqlar eng yirik yirtqich hayvon hisoblanadi. Ularning og'irligi 1 tonnagacha bo'lishi mumkin. Uzunligi esa 3,5 metrgacha bo'ladi. Oq ayiqlar muz bilan qoplangan Arktika havosiga juda yaxshi moslashgan. Ularning juda qalin yungidan hatto suv ham o'tmaydi. Oq ayiqlarning terisining osti 10 sm yog' bilan qoplangan bo'ladi. Shuning uchun oq ayiqlar sovuq suvda bemalol sovuq qotmay suzib yuradi. Oq ayiqlarning oq rangi ularga ov paytida juda katta foyda beradi. Oppoq qor bilan qoplangan Arktika hududida oq ayiqlar o'ljasiga sezdirmay hujum qiladi. Oq ayiqlar ov qilish maqsadida bir necha kilometrlab sovuq suvda suzib yurishi mumkin. Kuzatuvchilarning aytishicha, oq ayiq tulenlarni ov qilish uchun 685 kilometrgacha bir yoshli bolasi bilan suvda suzib yurgan. 9 kunlik suzish paytida oq ayiq bolasi nobud bo'lgan. Oq ayiqning o'zi esa 20% ga ozib ketgan. Kuzatuvchilar oq ayiqning suzishini oq ayiqqa o'rnatilgan maxsus GPS maydanoq orqali kuzatib turishgan. Oq ayiqlar tulenlardan boshqa yana ko'p dengiz hayvonlari bilan oziqlanadi. Baliq, morj, qushlarning tuxumi, mayda dengiz hayvonlari va dengiz o'tlarini yeb tirikchilik qiladi. Oq ayiq morjning terisi va yog'ini xush ko'radi. Juda och qolgan paytida morjning go'shtini ham yeb tashlaydi. Oq ayiqdan qolgan go'sht parchalarini shimol tulkilari baham ko'rishadi. Oq ayiqlar ov paytida muz quduqlari oldida o'ljasini poylab o'tiradi. Suv hayvonlari quduqdan boshini chiqarishi bilan oq ayiq ularni yo'g'on kafti bilan urib mayib qiladi. Quduqdan boshini chiqargan hayvon borki, oq ayiqning o'ljasiga aylanadi. Oq ayiqlarning o'tkir tirnoqlari har qanday jonzotni tezda halok qilishi mumkin. Oq ayiqlarni shimol qotili deb atasa ham bo'ladi. Odam esa yaxshisi oq ayiqqa yo'liqmagani ma'qul. Chunki oq ayiqning hujumiga uchragan insonning tirik qolishi dargumon. Oq ayiqlar bahaybat, lekin juda chaqqon va tez harakat qilishadi. Ularning bu epchilligi Arktika kengliklarida hukmronlik qilishi uchun muhim rol o'ynaydi. Arktikada yashaydigan Eskimos xalqi oq ayiqlarni terisi va go'shti uchun ov qilishadi. Oq ayiqning jigari A vitaminga shunchalik boyki, oq ayiqning jigarini yegan odam zaharlanishi mumkin. Qadimda hindular ayiq yog'idan turli kasalliklarni davolashda foydalanishgan. Ayiq yog'i erkaklar quvvatini oshiradi, shamollashni oldini oladi, teridagi yaralarga surtiladi, allergiya va bolalardagi diabetes toshmalariga surtiladi. O'pka shamollashi va tuberkuloz uchun ham shifo bo'ladi. Qari insonlar immunitetini oshiradi. Ayiq yog'i oshqozon, ichak kasalliklariga ham davo bo'lar ekan. Oq ayiqlar ham boshqa ayiqlar singari qish faslida uyquga ketishadi. Ko'proq urg'ochi homilador oq ayiqlar uyquda bo'lishadi. Urg'ochi homilador ayiqlar 50-80 kun uyqu og'ushida dam olishadi. Erkak oq ayiqlar esa kam uxlashadi va har yili ham uxlashavermaydi. Oq ayiqlar juda ham chiroyli hayvon. Erkak ayiqlar 4 yoshida balog'at yoshiga yetadi. Urg'ochi oq ayiqlar esa 4-8 yoshida balog'at yoshiga yetadi. Urg'ochi oq ayiqlar bahor faslida bolalaydi. Oq ayiqlar bittadan 3 tagacha bolalaydi. Ko'p hollarda faqat bitta bola tug'ishadi. Urg'ochi oq ayiqlar umri davomida 15 tagacha bola tug'ishi mumkin. Oq ayiqlar har yili ham tug'avermaydi. Shuning uchun oq ayiqlar noyob hayvonlardandir. Ularning bolalari 8 kilogramm tug'iladi. Bolalari 3 oylik bo'lgan paytda urg'ochi ayiq bolalari bilan uyasini tark etadi va uzoq safarga otlanishadi. Urg'ochi ayiq bolalari bilan bepoyon Arktikani kezib daydib yuradi. Urg'ochi ayiq bolalarini 1,5 yoshga to'lguncha o'zi bilan birga olib yuradi. Bu davr ichida urg'ochi ayiq bolalarini emizib katta qiladi. Bolalari 1,5 yoshga to'lgach, ular mustaqil hayotga qadam qo'yishib, ov qilishni boshlashadi. Oq ayiq bolalarining 30% sovuq Arktika sahrolarida halok bo'ladi.
1956-yil Rossiya hukumati oq ayiqlarni ovlashni taqiqlab qo'ygan. Juda ko'p davlatlarda oq ayiqlarni ovlash chegaralangan. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.